Hürmetlik vatandaş leksiyelere davamlaştırımız. Endelikli leksiye. Bugünkü ıslaq 2020 yıl 10. ayının 2. günü etdi gücümü. Endelikli mavzumundaq Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi ciddi bir dokulat e'lon qildi. 130 moddalik taklif bilan Jungo Kompartiyasiga zarba berdi. Mavzuli xabar 10. ayning 1. kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat Majlisi Avam Palatasi Cumhuriyetçiler Partisi 9. ayının 30. günü Jungo Kompartiyasini tekshirishning bir necha oylik natijasini e'lon qildi. Amerika mag'lub bo'lgan diplomatik siyosatni to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Ya'ni Jungoga qaratgan o'yin mag'lub bo'lgan diplomatik siyosatni to'g'ri yo'lga solgan bo'ladi. Cumhuriyetçiler Partisi rahbarlari mundaq ko'rsatdi. Haftanın 3. günü, yani 9. ayının 30. günü Jungo to'g'risidagi alayda xizmat doklati butunlay e'lon qilindi. Cümleden 83 türlük mühim tekshirish natijasi ve 130 moddalik siyaset teklifi. Maqsad shuki, Amerikani Jungo tahdidiga texmi yaxshi taqobil turadigan davlatga aylantirish. Bu dokulat Davlat Majlisi bilan hukumatning qo'llashiga bo'lgan ikki partiya harakatining yo'l xaritasidir. Bu avlod kishilarning nihoyat zo'r davlat, iqtisod, bexatarlik xaristlariga taqobil turish yo'l xaritasidir deb ko'rsatdi alayda xizmat guruhi dokulatida. Fox xabarlari munda xabar qildi. Taklif cümleden Amerika'nın ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali tibbiy davolash ta'minlash liniyasining bexatarligini kapolatga qiladi. Davlat Mudofaa Ministerligining yangi texnikani sinov qilishni mablag' bilan ta'minlaydi va harbiy ishlarni zamonaviylashtirishni tez ishga oshiradi. Maliya Ministerligining Jungoni embargo qilishini talab qiladi. Dokulat yana Amerika bilan Tayvanning qo'sh taraflik savdo kelishimi imzolashi chaqiriq qilindi. Jungoning Amerika shirkatlariga solgan mablag'ini qattiq tekshirish talab qilindi. Hamda Jungo Kompartiyasi harbiy sanoat bazalarini moddiy qo'llashni o'zi o'tish cheksiz to'xtatish talab qilindi. 15 nafar cumhuriyetçiler mensupları ve Avam Palata a'zolaridan tashkillangan alayda xizmat guruhi bu yıl 5. ayda qurilgan edi. Hamda Jungo Kompartiyasining tahdidini baholagan hamda taqobil turish qonun loyihalari ma'qullashni o'ttirg'a qo'ygandi. Jungo Wuhan'dan başını bütün dünyaya tarqalib milyon kişinin hayotidan ayrilishni keltirib chiqargan virus, yuqumliq viruslarni keltirib chiqargan bir paytda bu xizmatda ham muhim xizmat edi. Amerika mudofaa aslahalari kamchilikni boshdan kechirgandan keyin xizmat guruhi qaratmalikqa ega boj elib rag'batlantirish tadbiri bilan halqılık mahsulot ishlab chiqarishni tezlatib, tibbiy davolash va bu davlat bexatarligini ta'minlash liniyasi bilan ta'minlashni kapolatga qildi. Cumhuriyetçiler Hong Kong xalqini bexatar shahar muhiti bilan ta'minlash planini chaqiriq qildi. Hamda Jungo Kompartiyasining Uyg'urlar ustida jinoyat sodir qilishni, irq yo'qotish jinoyati shakllantirdimi yo'q belgilashni chaqiriq qildi. Diqqat bu jumlalarga hurmatli vatandosh, davomini anglaysiz.